Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hammaga xayrli kech, добрый вечер, дорогие друзья. Xudo xolasa sizlarga ozgina ishlangan telefonlarimizni kecha bugun qilib qo'ygan telefonlarimizni qo'yib beramiz. Bundan tashqari ham yana bor. Ozgina ishlanganlari, yangilarga ham boshqacha bir assortimentlar kelgan, rabochilarga ham Poco X7 Pro'ni ko'ringlar, 6 ga 128 talik yaxshi holatdagisi bor. Buni yaxshi tomoni zvanoy zapisi ham bor ekan do'stlar. Mana ishlashning tezligini qarang, 128 xotira, 6 operativka, 6 GB operativka, 128 GB xotira, batareykalari ham 4000 amper batareyka. Zvanoy zapisi bor ekan, eng qizig'i. Kimga kerak bo'lsa, marhamat. Qo'ng'iroqni yozib olishani avtomatik yozib olar ekan. Tavsiya qilaveradi, holat yaxshi, kameralari tiniq, ovozlari baland, отпечаткалari ishlaydi. Mekadan 750 ming so'm deyapmiz. Do'kondan kelib olib kelsanglar 700 qilib beramiz yoki 50 ming so'mga Emo pochta bu tez pochtaga pochtasini to'lab chiqarib yuboramiz. iPhone bor. iPhone X 256 talik bor. Radnoy holatda Face Turtoni bor. 100 yomkisida usulini batareyka qo'yilgan 256 GB xotiraligi. Nol shekli parol, nol ekan. Kameralari tiniq, iPhone baribir kamerasi tomonlama yaxshi, xudo xolasa. 256 GB xotira bo'ladi telefonimizda. 100 yomkisida batareykalari usulini qo'yilgan, zaryad uzoqqa yetadi. Основной об этом устройство Koreya region 256 GB xotira. Ishlatma zaxirasida puliga arziydi 1 million 800 deyapmiz, 1 million 700 qilib beramiz oxirgi narxini, xudo xolasa. iPhone 12 Pro ham bor. iPhone 12 Pro ham bor. Maytachi uchgan joyi bor ekan, shuning uchun arzon qilib beramiz, lekin vakuum ekan, ochilmagan telefon ekan. 75 yomkisda 128 talik $250 deyapmiz, 3 million so'm deyapmiz. 240 qilib beramiz oxiri, $10 o'tib beramiz, xudo xolasa. Face Turtoni vakuum o'zim ko'rib, tekshirib oldim. Puliga arziydi iPhone 128 Koreya region, bitta sim kartasi o'tgan, ikkinchisi sim o'tmagan Face Turtoni bor, vakuum holatda. $240 qilib beramiz. Bu ham puliga arziydi, xudo xolasa. A7 BG'larimiz bor. 1 million 900 deyapmiz, 8 ga 128 talik ideal holatda, ayb nuqsoni yo'q. 1 million 800 qilib beramiz oxir do'kondan kelib olib kelsanglar, ekranlari ham tiniq. Buni ozgina chaqa-chuqalari bor ekan, mana bunaqa ishlangan joylari. Endi rabochiy baribir, lekin 8 ga 256 talik buni yutug'i. Bu tiniq holatda 8 ga 128 talik 1 million 800 bo'lsa, bu ozgina chaqa-chuqasi bor, lekin 8 ga 256 talik. Shuning uchun narxi 1 million 800 ming so'm. 1 million 900 dan deyapmiz, kerakchi 1 million 800. Xolasada 1 million 900 dan steklo, chexol, kabel qilib beramiz. Dastavkasi ham ichida bo'ladi, 1 million 900 bo'ladi. Xolasada do'kondan shunday olib ketamiz desalar 1 million 800 dan qilib beramiz. A34 BG bor. Endi yaxshi tomon bular A54 BG. BG ham tavsiya podishka qiladi, shuni bilib qo'yinglar. A34 BG ham bor, zo'r holatda, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. 6 ga 128 talik radnoy hamma yo'g'i. Ekranlari tiniq, toza, imeykalardan o'tgan, ikkita sim karta, hamma yo'g'i zo'r ishlaydi, xudo xolasa ko'ring. 6 ga 128 talik A34 BG 1 million 700 deyapmiz, oxiri 1 million 600 qilib beramiz. Endi A53 ham bor, 53 ham olib qoldik. 6 ga 128 koreyskiy ekan, ammo bu Koreyadan kelgan ekan. Mana menyularni ham ko'ringlar. Koreyaga borganlar biladi buni. Koreyskiy A53 BG 6 operativka, 128 xotira, imeykadan o'tgan ekan, bitta sim kartali ekan, bitta pasportga o'tgan ekan, bitta sim kartasi o'zi bitta ekan. Pasportga o'tgan ekan. 1 million 200 deyapmiz, 1 million 100 qilib beramiz. A53 BG so'rayotganlarga 6 ga 128 talik koreyskisini 1 million 100 qilib beramiz. Ekranlari AMOLED ekran, tiniq, tez, ovoz baland, ishlashi zo'r, xudo xolasa. Endi Redmi Note 12 bor, ekran alishgan, lekin yaxshisi qo'yilgan, hech qanaqa muammo qilmaydi, ishlayveradi. Kameralari, ekranlari ham yaxshisidan qo'yilgan, xudo xolasa. 128 GB xotiraligi, 4 GB operativka, 4 ga 128 talik radnoy holatda ekran qo'yilgan, yaxshisi qo'yilgan. 650 deyapmiz, 600 ming so'm qilib beramiz. Redmi 9 miz bor, 64 xotirali, 4 ga 64 talik zo'r holatda, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Buni ham 600 qilib beramiz. Endi Redmi 9 ham bor, 64 talik, 4 ga 64 talik bo'ladi. Bu ham radnoy 650, 600 qilib beramiz. Redmi A5 miz bor, 750, 700 qilib beramiz. Bu ham 64 talik, buning korobkasi ham bor. A07 ni ham olinglar o'rtoqlar, bezimika, lekin 600 ming so'mga zo'r telefon. Xotirasi 64 128 mi shunaqa bo'ladi. Redmi 14 ham bor, zo'r.
aybi nuqsoni yo'q. 8256. Ekranda ozgina sariq dog'lari bor edi, lekin Redmi bir qo'l ishlangan telefon 8256talik 800 ming so'm qilib beramiz uni. S20F 800 deyapmiz, 700 ga qilib beramiz. 6 ga 128 talik BG podдержка qiladi. Imekadan o'tmagan, shuning uchun arzon. Qiymatda aynaydigicha sinig'i bor, shuning uchun arzon. Qolgan hamma yo'g'i zo'r. Lekin zo'r telefon, internet, o'yin, rasm, videoga mayli ishlasa ham bo'ladi. Sim kartasi ishlamaydi xolos endi hozircha. Samsung A02 bor xolasinglar, 450 deyapmiz, 400 ga qilib beramiz, 32 xotiraligi. Tecno Spark bor. Bo'zdi ukaxonni olib qoladik, Bo'zdi ukaxon. Narsalarsiz qolib ketdi, kelib o'chirib ketding. 450 ming so'm deyapmiz, 400 qilib beramiz. Redmi 9 ta bor, 6000 ampere batareya bo'lishi kerak, 48 megapiksel kamera, 64 talik 650 ga zo'r bu telefon ham, xudo xolasa tavsiya qiladigan telefon. 64 4 GB operativga. Xo'p, batareykasini ko'rsatamikin? Bu yerda batareykasini ko'rsatmaydi ekanda, ko'rsatganda короче 6000 ampere bo'ligini ko'rsatib pasdim. Adashmasam 6000 короче. Puliga arziydi. A51 bor, A51 60 fps ko'tarib beradi. PUBG'da ekrani родной, original, dog' yo'q, 4 ga 64 talik. Puliga arziydi. Oxiri 750 deyapmiz, 700 qilib beramiz. Ekranlari tiniq ekan. Tezligini ham qaranglar, AMOLED ekran, tez ekrani bor. Tiniq bo'ladi, xudo xolasa. 4 ga 64 talik 700 ming so'mga, bu ham zo'r, to'g'rimi? Bundan tashqari ham telefonlarimiz ko'p. Mana ular borki, Samsung A06, A05. Bularni ham 1 milliondan deyapmiz, 900 dan qilib beramiz oxiri. Ikkalasi ham 4 ga 128 talik. 900 ming so'mdan Samsung zo'rda A05, A06 teng bo'lib 128 talik. A35, A55 lar bor. Keyin monokerlar Redmi Note 15 Pro BG'si. Zo'r ekan, yangidek ekan, hech qancha ishlamagan. BG ishlataman deganlarga mana Redmi Note 15 Pro 200 megapiksel kamera, BG'si, ekran avvalni emas, to'g'ri ekran. Ko'pchilik avvalni ekran kerak emas, stiklosi ham har safar 50 mingga qo'yilar ekan, qiyin ekan deyotganlarga mana to'g'ri ekranligi. 8 operativga 256 xotira, yangidek. Mana batafsil 8 operativga 256 xotira, holati 59% zaryadki, Redmi Note 15 Pro BG'si. 1-2 marta zaryadga qo'yilgan ekan, xolos. Qayerdan ko'rasiz-da? Model, versiya. Короче, mana nima bor? Yana qayerdan batareyadan ko'rasiz. 1-2 marta zaryadga qo'yilgan ekan, xolos. Yangidek ekan. Kimga kerak bo'lsa tavsiya qilsanglar bo'laveradi. Puliga arziydi, xudo xolasa. Mana 2 sikl deyapti. 2 marta zaryadga qo'ydi, to'rtali. Iyun 26-yil yaqinda ishlashni boshlabdi. Zato BG podдержка qiladi. Korobka dokumentlarigacha bor, onasini yemsin. Mana Redmi Note 15 Pro BG 45 voltli original zaryadchi, 200 megapiksel kamera, 6580 ampere batareya tavsiya qilaman. Zo'r telefon ekan. Faqat bir dona obunachilarimizga 3 million 100 deyapmiz, 3 million qilib beramiz. Zo'r telefon, buni ham tavsiya qilsanglar bo'laveradi. Bundan tashqari ham telefonlarimiz ko'p, xudo xolasa yangi ozgina ishlanganlarni qilib beramiz. Yangi telefonlarimiz Redmi Note 15 kelgan 8250 ga 6 ga 128 talik, 8 ga 250 ga 6 taligi, har xildan Pro plus BG. Aloqaga chiqarasizlar, videoda yaqinlab yuborib qo'yinglar. Buguncha ozgina bo'lsa, mana notebookni ham oldik aytgancha, shu notebook ham sotiladi. Bu ham вообще zo'r ekan, короче. Xo'p, yaxshi, filmini toza narsa ekan, 16 operativga 1 terabayt xotira ekan. Tushunganlar bo'lsa, hozir mayda svoystodan ko'rsatib qo'yaman. Shu telefon aka olib turamiz ekan endi. Mishkani ishlatish uchun. Mana bu этот kompyuterga kiramiz. 1 terabayt mana. 900 necha gigabayt, 1 terabaytli telefon, notebook. 1 terabayt notebook, svойства deyapti, svойствоga kiramiz. Bu endi nima, ofisnoy variant bo'ladi, o'quvchi, studentlarga, uyga, oilaga, bola chaqaga zo'r. 16 gigabayt operativga 1 terabayt xotira, ishlash sifati zo'r, hamma yo'g'i yaxshi, xudo xolasa. Garantiyalari bilan qilib beramiz. O'zbekiston bo'ladi dastlabki naqd pul muddati to'lovga
xarid qilsanglar bo'laveradi xudo xohlasa. Telefonlarimiz yoqqan bo'lsa ham like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Narxlar ma'qul keldimi? Qaysi birini narxi sizlarga yoqdi, qaysi biri yoqmadi yozib qo'yinglar xudo xohlasa. Telefon qilsanglar yo skrinshot qilib qo'ysanglar, narxini ham kelishamiz. Mana bu telefon yoqdi, o'zimga, dadamga, ayamga, opamga, singlimga, palonchiga olib bermoqchiman desanglar, telefon qilinglar, xudo xohlasa plyus-plyusini gaplashamiz. Bartermi, dastavkami kelishamiz, xudo xohlasa. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Videoni yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, bizni xudo xohlasa podдержка qilasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.